Hop, lavlabatu amirul g'izlan, amiratul g'izlan keluvdik. Ikkinchi hikoya. Mikrofonlarni o'chirib qo'ysa yaxshi bo'lardi. Shovqin, shovqin kelyapti qayerdandir. Kimdir mikrofon yoniq. Xo'p, demak, ikkinchi hikoyamiz lavlabatu amiratul g'izlan. G'izlan bu kiyiklar degani, ko'plik. G'azalun g'izlan. Kiyiklar. Kiyiklar malikasi. Amiratun degani malika. Lavlabatu bu o'sha ohuni, bitta kiyikni ismi. Mana bu lavlaba. Lavlaba kiyiklar malikasi deyilyapti. Tushunarli? Kiyiklar malikasi lavlaba. Bu amiratul g'izlan lavlabaga badal bo'ladi. Badal. Tushunarli? Bir shaxsni aytib, bir ismni aytib, undan keyin uni shaxsi aytilsa yoki shaxs aytilib, undan keyin ismi aytilsa badal bo'ladi, to'g'rimi? Lavlaba ism. Amiratul g'izlar uni bir shaxsi. Ha? Demak, kiyiklar malikasi lavlaba. Hikoyaning nomi shu. Tushunarli? Xo'p, boshladik. Lavlaba, mana qarang. Lavlaba ham g'oyrimunsarif. Muannas alam bo'lganligi uchun. Nima uchun g'oyrimunsarif? Alamun muannas. Ayollarga nisbatan ishlatilingan ismlar g'oyrimunsarif bo'ladi. Kiyik ayol, kiyik ya'ni urg'ochi ayol. Urg'ochi kiyik. Tushunarli? O'shaning uchun urg'ochi kiyikni ismi bo'lganligi uchun ham alamun muannas bo'lib turib, g'oyrimunsarif bo'lyapti. O'shaning tanvin yo'q. Lavlabatu. Shunaqa desak ham bo'ladi. Bu birinchi nimasi, ikkinchisi ajamiy ism. Bu lavlaba arabiy ism emas, ajamiy ism bo'lganligi e'tibordan ham g'oyrimunsarif. O'shaning uchun tanvin yo'q. Tushunarli? Xo'p. Lavlabatu amiratul g'izlan. Xo'p, boshladik. Wazzatun tajri, wazzun yajri. Jaro yajri fe'li yugurmoq degani, yugurmoq. Wazzatun bu g'oz. Battun bo'lsa urdak bo'ladi. Wazzun bo'lsa wazzatun g'oz. Wazzatun urg'ochi g'oz, wazzun bo'lsa erkak g'oz. Tushunarli? Demak, g'oz yuguryapti, g'oz yuguryapti. Endi wazzatun'da urg'ochisi yuguryapti, wazzun'da erkak yuguryapti. Tushunarli? G'oz yuguryapti, urg'ochi g'oz yuguryapti, erkak, endi urg'ochi desa sal qo'pol eshitilar ekan. G'oz yuguryapti, g'oz yuguryapti deymiz. Al-wazzu yajri, yajri, yajri. O'sha g'oz yuguryapti, yuguryapti, yuguryapti. Limaza yajri? Nimaga yuguryapti? Xo'p. Keyingi bet. Dikun xoif. Xo'roz qo'rqyapti. Xoifun. Bir xo'roz qo'rqyapti. Ana qarang, bu yerda ham mubtado qilib tarjima qilyapman. Mavsuf sifat qilmayapman. Qo'rqayotgan xo'roz demayapman. Dikun mavsuf, xoifun uni sifati demayapman. Mubtado xabar qilyapman. Dikun mubtado deyapman. Bir xo'roz qo'rqyapti. Bir xo'roz qo'rqyapti deyapman. Nimaga qo'rquvchi demayapman? Chunki ismi foil xuddi fe'l ma'nosidek hozirgi zamonni ham bildiraveradi tarjima qilganda. Tushunarlimi? Bir xo'roz qo'rquvchidir desam, u g'alati bo'ladi. U doim qo'rquvchi bo'laman. Yo'q, hozir v данный moment qo'rqyapti. Tushunyapsizmi? Misol uchun, ana zahibun desam, men boryapman degan ma'noni ifodalashi mumkin. Ana zahibun, ya'ni ana azhabu al-an ma'nosida. Tushunarlimi? O'sha dikun xoifunni o'shaning uchun bir xo'roz qo'rquvchidir deb tarjima qilsa ham to'g'ri kelmaydi. Ya'ni bir xo'roz qo'rquvchidir. Qaranglar, agar bir xo'roz qo'rquvchidir desangiz,
u doim qo'rquvchi degan ma'no kelib chiqadi. Yo'q, bu yerda unaqa ma'no aytilmayapti. В данный moment qo'rqyapti. Ular u g'oz qochyapti. Demak, o'sha paytda qanaqadir mudhish hodisa ro'y berganki, o'sha paytda aynan mana shu paytda xo'roz qo'rqyapti. Qolgan xo'roz qo'rquvchidir desangiz, xo'roz qo'rqoq ekan degan narsa kelib chiqadi. Tushunyapsizmi? Unaqa emas. Xo'roz qo'rqyapti. Tushunyapsizmi? Bir xo'roz qo'rqyapti. Endi xo'roz qo'rqyapti. Xoifun yajri, qo'rqyapti, yuguryapti. Endi qarang, shunda mana dikun mubtado, xoifun birinchi xabar, ikkinchi xoifun uni ta'kidi bo'ladi, ta'kid bo'ladi mana birinchi xabarda. Yajri ikkinchi xabar bo'ladi. Tushunarli? Ya'ni xo'roz qo'rqyapti, qo'rqyapti, yuguryapti. Mafhum? Bularni mavsus sifat qilsak bo'lmaydimi? Bu mavsus sifat-ku desangiz, mavsus sifat qilsangiz ma'no to'g'ri kelmaydi. Yugurayotgan, qo'rqayotgan xo'roz desangiz, gap qayda qoladi? Gap bo'lishi kerak, gap. Yugurayotgan, qo'rqayotgan xo'roz desangiz bo'lmaydi. Xo'roz qo'rqyapti, qo'rqyapti, yuguryapti. Dajajatun xoifa, xoifatun tajri. Tovuq qo'rqyapti, qo'rqyapti, yuguryapti. Duyukun tajri va dajajun yajri. Xo'rozlar yuguryapti, tovuq ham yuguryapti. Ha, mubtado xabar, hammasi mubtado xabar. Limaza xofat, nimaga qo'rqdi? Ha, nimaga qo'rqdi? Ila ayna tajri, qayerga yuguryapti? Nimaga qo'rqdi va qayerga yuguryapti? Hop. Arnabun yajri, quyon yuguryapti. Aronibu tajri, quyonlar yuguryapti. Quyon yuguryapti, quyonlar yuguryapti. Al-aronibu xoifatun tajri. Quyonlar qo'rqyapti, yuguryapti. Ana qarang, mana bu yerda, mana bu yerda. Al-aronibu mubtado, xoifatun xabar, tajri ikkinchi xabar deysiz. Mana bu tajrini xoifatunga sifat qilmaysiz. Tushunyapsizmi? Ya'ni nakiradan keyin jumla kelsa sifat bo'ladi, to'g'ri, lekin xoifatunga sifat qilsangiz ma'no pachoq bo'ladi. Buni ikkinchi xabar deymiz. Ya'ni quyonlar yugurayotgan qo'rquvchilardir. Agar xoifatunga sifat qilsangiz, tajrini, fe'li jumlani nakiraga sifat qilsangiz, nakiraga sifat qilishdan grammatika to'smaydi, mumkin, пожалуйста. Lekin ma'no pachoq bo'ladi. Tushunyapsizmi? Ya'ni yugurayotgan qo'rquvchilardir bo'lib qoladi. Yugurayotgan qo'rquvchilardir. Quyonlar yugurayotgan qo'rquvchilardir bo'lib qoladi. Unaqa bo'lmaydi u ma'no. O'shaning uchun alohida xabar qilamiz. Alohida ikkinchi xabar qilamiz. Al-aroni bu mubtado, xoifatun birinchi xabar, tajri ikkinchi xabar. Ya'ni quyonlar qo'rqyapti, yuguryapti. Ana, ko'ryapsizmi? Qo'rqyapti birinchi xabar, yuguryapti ikkinchi xabar. Min ayyi shay'in xofat. Nima narsadan, qaysi narsadan? Mindan ayyi qaysi? Qaysi narsadan qo'rqdi? Nima narsadan qo'rqdi? Ila ayyi makanin tajri. Qaysi makonga yuguryapti? Qaysi makonga qarab yuguryapti? Baja'atun xoifatun. Saqoqush. Baja'a, saqoqush bilasizlar. Oldingi nimamizda ham keldi. Bundan oldingi Abu Xorbushda ham baja'a keldi, bilsizlarga. Baja'atun xoifatun tajri xoifatan. Endi qarang bu yerda. Mana bu xoifatun xabar. Mana bu xoifatan esa hol. Saqoqush qo'rqyapti. Qo'rqqan holida yuguryapti. Endi bu tajri ikkinchi xabar. Mana bu xoifatun birinchi xabar. Baja'atun mubtado, xoifatun birinchi xabar, tajri ikkinchi xabar. Xoifatan nasb bo'lyapti. Bu tajrini ichidagi hiya foildan hol bo'ladi. Hiya foil zul hol bo'ladi. Tushundingmi? Tajrini ichida hiya foil bor, baja'aga qaytadi. Ya'ni saqoqush qo'rqyapti, qo'rqqan holida yuguryapti. Tushundingmi? Qo'rqqan holda baja'un xoifun. Endi saqoqushda erkagi, tepasida ayoli, urg'ochisi edi. Baja'un xoifun yajri hayrona. Ana bu hayrona bu ham hol bo'lyapti. Hayron holatda. Saqoqush qo'rqyapti, hayron holda yuguryapti. Hayrona degani hayron holatda. Hayron. Nimaga hamma yuguryapti o'zim bilmayman.
min ayna haroba. Qayerdan qochdi? Ha? Min ayna haroba. Qayerdan qochyapti bular? Ila ayna zahaba. Qayerga qochyapti? Qayerdan qochdi, qayerga qochdi? Qayerdan qochdi, qayerga qochdi? Ikkita savol. Ha? Minal g'obati haroba. O'rmondan qochdi, ila lavlabata zahaba. Lavlabaga ketdi. Lavlaba. Lavlabani qo'shtini qolyapti. Chunki lavlaba makon emas. Ana kiyikni ismi demoqchi. O'sha kiyikka, lavlaba degan kiyikka tomon ketdi deyapti. Tushunaymi? O'zi savol berib, o'zi javob beryapti muallif. Hop, al-xurufu yajri wal xurufatu tajri. Xuruf bu qo'zichoq degani, qo'ydi bolasi. Xuruf bo'lsa erkagi bo'ladi, xurufa bo'lsa urg'ochisi bo'ladi. Tushunarli? O'sha qo'zichoq yuguryapti. Endi erkagi urg'ochisi. Wal xurufu akhul xurufati haroba. O'sha qo'zichoqni akasi bo'lgan qo'zichoq ham qochdi deyapti. Qarang bu yerda. Al-xuruf, mana bu al-xuruf mubtado. Axul hurufadagi axu badal bo'ladi. Badal. Muzof, al-xurufati muzof ilayh, haroba xabar, mubtadoga xabar. Ya'ni boyagi urg'ochi qo'zichoqning akasi bo'lgan erkak qo'zichoq qochdi. Shunaqa tarjimada, endi so'zma tarjima qilsangiz. Tushunarli? Qo'zichoq, endi urg'ochisi o'zbek tilida nima deyiladi? Menimcha hammasi qo'zichoq deyiladi. O'shani akasi bo'lgan yoki ukasi bo'lgan qo'zichoq ham, qo'y ham, masalan, qo'yni akasi bo'lgan qo'chqor deylik yoki bo'lmasa, qo'yni akasi bo'lgan qo'chqor ham qochdi. Al-xurufatu uxtul xurufi harobat. Endi o'sha erkak qo'zichoqni opasi bo'lgan urg'och qo'zichoq ham qochdi deyapti. Al-xurufatu mubtado, uxtusi badal bo'ladi, harobat xabar. Limaza harobatil xirfanu minal g'oba. Xirfan xurufni ko'pligi. Xurufni ko'pligi xirfan. Qo'zichoqlar nimaga o'rmondan qochdi deyapti. Qarang, o'quvchini qiziqtiryapti bu. Savollar berib, yosh bolani qiziqtiryapti. Savollar berib, nimaga qochdi deyapti. G'azalun yajri. Kiyik yuguryapti. G'izlanun tajri. G'izlan g'azalni ko'pligi. G'izlan. Kiyiklar yuguryapti. Al-g'izlanu tajri xoifatan hayaro. Ana qarang. O'sha kiyiklar qo'rqqan, hayron bo'lgan hollarida yuguryapti. Qarang, xoifatan bu birinchi hol. Hayaro ikkinchi hol. Tushunarli? Hayaro fe'lmi? Yo'q, ism. Mana bu yerda hayronan deb keldi-ku. Hayrona. Hayronan hayaro. Hayronan muzakkar, hayaro muannasi. Hayron muzakkar. Hayaro muannasi. Tushunarli? Hayron bo'lgan. Bu hayron bu nima? Sifati mushabbaha. Hayronun hayaro sifati mushabbaha. Tushunarli? Chunki hayron bo'lish odamning o'ziga bog'liq narsa emas. Hayaro muannas. Hayron unni muannasi hayaro bo'ladi. Xuddi atshanun atsha deganda. Nimaga muannas bo'lyapti desa, chunki g'ayroaqil ko'plik muannas birlikka teng. Al-g'izlan g'ayroaqil ko'plik, o'sha tajri xoifatan muannas birlik bo'lyapti. Hayaro ham muannas birlik. Ya'ni hayron bo'lgan, qo'rqqan hollarida yuguryapti kiyiklar. Bu o'sha tajrining ichidagi hiyadan hol bo'ladi. Hiya zul hol bo'ladi. Ila ayna, qayerga? Savolga javob. Ila qasril amirati lavlaba. Malika lavlabani qasriga. Ila jar qasri majrur va muzof, al amirati muzofun ilayhi, lavlabata esa badal.
Lavlabata amiraga badal bo'lyapti. Bir shaxsdan keyin ism kelsa badal bo'ladi. Ismdan keyin shaxs kelsa badal bo'ladi. Malika deyapti-da, keyin malikani ismini aytyapti. Badal. Tushunding? Lavlabata nimaga fatha bo'ldi? Chunki g'oyir munsarif kasra ta'min olmaydi. Amirodan badal bo'lsa ham garchi. Xo'p. Demak, bular lavlaba malikani oldiga bular qochyapti hammasi, panoh so'rab. Xo'p, himarun vahshiyun atanun vahshiyatun. Endi bu yerda qarang, bu yerda. Bu yerda mavsus sifat qilib tarjima qilganimiz yaxshiroq. Mubtado xabar qilgandan ko'ra. Vahshiy degani yovvoyi degani. Himar erkak eshak. Atanun urg'ochi eshak. Mana eshakni urg'otsa atanun bo'ladi. Erkaga himar bo'ladi. Tushundingmi? Vahshiy degani yovvoyi degani. Endi bu yerda mubtado xabar qilish hikoyani maqomiga to'g'ri kelmaydi. Ya'ni bir eshak va yovvoyidir va bir urg'ochi eshak yovvoyidir deyishlik bu yerga nima aloqasi bor u gapni aytish? Hamma qochib turgan paytda bunaqa xabar berish mantiqsizlik bo'ladi. Tushunyapsizmi? Buni mubtado xabar qilish mantiqsizlik bo'ladi. O'shaning uchun bu yerda mavsus sifat deymiz. Tushunarlimi? Mavsus sifat deymiz. Mubtado xabar demaydi. Tepada shu hammasi mubtado xabar deb kelayotdi. Nakira ismlarni mubtado deb kelayotdi. Lekin bu yerda mubtado xabar qilishlik maqomga to'g'ri kelmaydi. Tushunasizmi? O'shaning uchun yovvoyi eshak, ya'ni yovvoyi erkak eshak, yovvoyi urg'ochi eshak. Ya'ni yovvoyi eshak deyapti-da. Ya'ni eshak nima? Rasmdagi eshakni aytyapti. Yovvoyi eshak. Al-himaru akhul atani haraba. O'sha urg'ochi eshakni akasi bo'lgan yovvoyi erkak eshak, o'sha erkak nima deyiladi o'zbek tilida bilmayman. Xullas, o'sha erkak eshak nima? Qochdi. Al-atanu ukhtul himari harabat. Eshakni opasi bo'lgan eshak ham qochdi. Ila ayna qayerga? Ila qasri lavlabata, lavlabani qasriga. Zarofatun harabat. Jirafa qochdi. Ana bu yerda mubtado xabar qilasiz. Jirafa qochdi. Zarofun haraba. Erkagi ham qochdi. Az-zarofu haroba. O'sha erkak jirafa ham qochdi deyapti. Mana bu ikkinchi, uchinchi harobalar ta'kid bo'ladi. Birinchi haroba xabar bo'ladi mana bu. Fe'li jumla bo'lib turib, zarofga xabar bo'ladi. Ikkinchi, uchinchilari ta'kid bo'ladi. Lafziy ta'kid. Sizlar bilan durust nahvida o'tdik, lafziy ta'kidni. Lafzda ayni o'zini takrorlash lafziy ta'kid bo'ladi. Qochdi deyapti-da. Limaza haroba nimaga qochdi? Ayna kana qayerda edi? Ayna zahaba qayerga ketdi? Xo'sh. Bu yerda qurol rasm ekan. Xo'p. An-na'amu wal-ma'izu wal-jidanu wan-na'jatu ukhtul hurufi wal-jadyu ukhtuhul ma'izatu kulluhum harabu. An-na'am tuyaqish. Al-ma'iz echkilar degani. Al-jidyan uloqlar. An-na'jatu qo'ylar. Tushundingmi? Ukhtul huruf o'sha qo'yni opasi. Al-jadyu mana jidyanni birligi jadyun. Jadyun jidyanni birligi. Mi'zatun mana ma'izni birligi mi'zatun. Mi'zatun bitta echki, ma'iz echkilar. Na'amatun tuyaqish birligi. Na'amatun na'am. To marbuta tushib qolsa ko'plik bo'ladi. Na'amatun bitta tuyaqish, na'amun tuyaqishlar. Mi'zatun bitta echki, ma'izun echkilar. Jadyun uloq, jidyan uloqlar. Na'jun qo'y, na'jatun qo'ylar. Tushunding? Mana shular aytyapti mana. Tuyaqushlar, echkilar, uloqlar, qo'ylar, o'sha qo'zichoqning opasi, uloq, ma'iza.
Mana maiza. Mi'zatun emas, maiza ekan, uzr. Maizni birligi maiza. Maiza bu echki. O'sha echki, xullas kulluhum hammasi ana shu echki, uloq, qo'y, hammasi harobu qochdilar. Kulluhum bu yerda nima bo'ladi? Kim aytadi? Kulluhum ta'kid. Ha? Ma'naviy ta'kid. Kulluhum ma'naviy ta'kid bo'lyapti mubtadodan. Hop, savtun karra'di. Momaqaldiroq kabi ovoz. Momaqaldiroq kabi. Bu yerda mubtado xabar qilmaymiz. Bu yerda mavzu sifat qilamiz. Mana jar majrurni savtunga sifat qilamiz. Qanaqa qilib jar majrur savtunga sifat bo'ladi desa, qarang, sizlar bilan o'tdikki, har qanday jar majrur mutaalliq bo'lishi kerak dedik. To'g'rimi? Mutaalliq. Nimagadir ta'alluq topish kerak. Yo fe'lga, yo fe'l ma'nosini, fe'l amalni bajaradigan ismi foilga dedik, ha? Ismi foil, ismi maf'ul va hokazoga. Xo'p, endi qarang. Bu yerda ka jar harfi, ha? Ra'di majrur. Mana shu jar majrurda qayerga mutaalliq qilamiz? Bu yerda fe'l yo'q-ku desangiz, taqdirda bor. Ha? Savtun mavsuf. Kainun. Kainun. Kainun degan ismi foil bor taqdirda. Ana shu kainun savtunga sifat bo'ladi. Karro'di jar majrur kainunga mutaalliq bo'ladi. Tushunasizmi? Kainun ismi foil-ku, ismi foil fe'l amalni qiladi. Kana fe'lini ismi foili. Kana yakunu kainun. Bo'luvchi degani. Kainun degani bo'luvchi. Tushunasizmi? Ya'ni momaqoldiroq kabi bo'luvchi ovoz. Ya'ni momaqoldiroq kabi ovozni tarjima qilsa ham bo'laveradi. Bo'luvchi deyishimiz shart emas. O'zi tushib ketgan narsani tarjima qilib o'tirish shart emas. Tushundingmi? O'zi bu taqdirdagi narsa. Kainun taqdirda bor. Savtun kainun karro'di. Uni tarjimada bo'luvchi deb aytib o'tirish shart emas. Momaqoldiroq kabi ovoz desa, o'zi sifat bo'lib ketaveradi o'zbek tilida. Momaqoldiroq kabi ovoz. Tushundingmi? Asadun hadara. Mana bu yerda mubtada xabar qilamiz. Sher keldi. Bir sher keldi. Asadun za'ara. Ha, sher o'kirdi. Za'ara degani o'kirdi degani. Sukkanul g'obati xofu. O'rmon aholisi qo'rqdilar. Sukkan aholi degani. Ha? Xofu qo'rqdilar. Sukkanul g'obati harobu. O'rmon aholisi qochdilar. Hop, ila qasri lavlabata zahabu. Lavlabani qasriga ketdilar. Hop. Al-qirdani al-harisani yastaqbilani sukkan al-g'obati. Mana rasmda ham ko'rinib turibdi. Ikkita maymunga ham o'xshamaydi, kuchukka o'xshaydimi? Mana shu qochib kelayotgan nimalarni kutib olyapti mana eshikda turib. O'sha lavlabani qasrini eshigini oldida turib kutib olyapti. Aytyapti. Haris qo'riqchi degan. Qo'riqchi ikkita maymun, ha, o'rmon aholisini kutib olyapti. Istaqbala kutib olmoq. Istaqbala yastaqbilu kutib olmoq. Tushunarli? Kutib olyapti, deyapti. Al-amiratu lavlabatu turahhibu bi sukkanil g'obati. Turahhibu rahaba fe'li. Rahaba degani qarshi olmoq, bu ham. Qarshi olmoq. Xush kelibsiz deb ana marhaban bikum deydi-ku. Xush kelibsiz deb qarshi olasiz-ku. O'shanaqa qarshi olish rahaba deyiladi. Tushunarli? Qarshi olish, mehmonni kutib olish, qarshi olish. Demak, Malika lavlaba o'rmon aholisini o'sha xush kelibsiz deb qarshi olyapti.
Hop, mana o'sha malika lavlaba. Hop, endi mana bu yerda qarang, tulki turibdi-ku, mana bu tulki. Ha? Qarang. Mana rasmga qarang-da mana. Mana bu malika lavlaba. Ha, mana bu tulki. Nimadir o'qib beryapti-ku, ha? Mana shu tulki Asadni vaziri ekan. Boyagi sher bor-ku, hammani qo'rqitgan. O'shani vaziri. Endi sher o'sha tulkidan qog'oz yuborgan lavlabaga. Chota menga ovqat berasan, u berasan, u berasan, bo'lmasa hammani yeyman deb. Tushunarlimi? Mana shu tulki kelib o'qib beryapti. Shuni aytyapti mana bu yerda, mana qarang. Inzorun minal asadil farros. Farros degani bu farros siyg'ay mubolag'a, fa'al vaznida turibdi. Mubolag'a siyg'asida turibdi. Farros degani yirtqich degani. Yirtqich. O'zi farosa degani ovladi degani, ovlash. O'ta ko'p ovlasa, demak yirtqich bo'ladi. Ha? Bir hayvon o'ta ko'p boshqa hayvonlarni ovlasa, demak u yirtqich bo'ladi. Tushunarlimi? Farrosning o'zi asl ma'nosi o'ta ko'p hujum qiluvchi, ovlovchi degani, boshqa hayvonlarga tashlanuvchi degani, bu degani bir so'z bilan aytganda yirtqich degani. Tushunarlimi? O'shaning uchun aytilyaptiki, yirtqich sherdan ogohlantirish. Yirtqich sherdan ogohlantirish. Inzor degani ogohlantirish. Bu gap emas, bu so'z birikmasi. Tushunarlimi? Yoki bo'lmasa bunday qilsa bo'ladi. Hazani mubtado deymizda, inzoruni xabar deymiz. Haza taqdirda bo'ladi. Ya'ni mana bu tulki o'qib beryapti-ku, mana tulki, mana qo'lida qog'oz bilan o'qib beryapti-ku, tulki mana shu gapni aytyapti. Yirtqich Asaddan ogohlantirish deb gap boshlayapti tulki. Tushunarlimi? Yaqra'uhu, mana yaqra'uhu degi zamir qaytadi, inzorga qaytadi. O'sha ogohlantirishni o'qiyapti vaziruhu. Vaziruhu degi zamir Asadga qaytadi. Ya'ni o'sha sherning vaziri bo'lgan tulki kub au as-sa'labul awwa. Yaqra'uhu vaziruhu as-sa'labul awwa. Awwa degani o'ta ko'p uvullovchi degani. Awwa. Ava degani uvulladi degani. Avva o'ta ko'p uvullovchi. Ya'ni tulkilar uvullaydi-ku. Ha? O'ta ko'p uvullovchi tulki, ya'ni sherning vaziri bo'lgan uvullovchi tulki uni o'qiyapti. O'sha ogohlantirishni o'qiyapti. Endi qarang, bu yerda yaqra'u fe'lini foili vazir. Vazir foil bo'lyapti. As-sa'labchi badal bo'lyapti. Badal. Vazirdan badal bo'lyapti. Tushunarlimi? Al-avva uni sifati, sa'labning sifati. Demak, uning, ya'ni sherning vaziri bo'lgan uvullovchi tulki o'sha ogohlantirishni o'qiyapti. Tushunarlimi? Xo'p, nima ekan? Nima ekan ogohlantirish? Al-farros o'sha yirtqich deyapti. O'sha yirtqich, ya'ni o'sha Asad ya'muru buyuradi an tursila lahu lawlabatu kulla yawmin futurahu va g'adaahu va ashahu. Ana 3 mahal ovqat. Demak, lavlaba unga har kuni zavtrikini, abedini, ujinini yuborishligini buyuradi. Qarang, ana shu yerda bitta nozik masalani aytib o'tib ketay. Nozik masalani aytib o'tib ketay, qaranglar. O'tgan dars bundan oldingi ertakda, bundan oldingi hikoya Abu Xorbishda amaro fe'li bi bilan keldi, to'g'rimi? Amaro sultonul qurud bi fathi madrasatin jadida deb keldi. To'g'rimi? Amaro sultonul qurud, amaro Abu Xorbush bi fathi madrasatin jadida deb keldi. O'shanda men aytdimki, amaro fe'li bi bilan keladi dedim. Amr qilish bi bilan keladi dedim. Endi qarang bu yerda. Ya'muru an tursila deyapti. Bi harfi yo'q. Ya'ni yuborishini buyuradi. Yirtqich sher buyuradi lavlaba unga yuborishini. Har kuni nimani yuborishini?
Futuro maf'ulun bihi bo'lyapti. Tursila fe'liga maf'ulun bihi futur. Va g'odaahu futur degani nonushta. G'oda abed, asha kechki ovqat. Ujin. Tushunding? Lavlaba tursilaga foil. Lahu jar majrur. Endi qarang, ya'muru fe'li bi bilan kelishi kerak edi-ku. Ya'ni bi an tursila bo'lishi kerak edi. To'g'rimi? Bi an tursila. Ya'muru bi an tursila lahu lavlaba bo'lishi kerak edi, ha? Ana shunday asli shunaqa bo'lishi kerak edi. Lekin bi kelmadi bu yerda. Nega desa, chunki bitta qoida bor. Qanaqa qoida desa, an nosiba bor-ku, an masdariya. An masdariya muzori fe'lini oldidan keladigan an masdariyadan oldin ko'pincha jar harfi hasb qilinadi. Ko'pincha lekin. Tushundingmi? Jar harfi ko'pincha hazf qilinadi andan oldin. O'zi aslida bi an bo'lish kerak edi, lekin arablar ko'pincha an masdariyadan oldin keladigan jar harfini hazf qilib iste'mol qilishadi. Tushundingmi? Ya'muru bi an tursila emas, ya'muru an tursila. Mafhum? Bu degani bini hazf qilish shart degani emas, joiz degani. Hozir bi an tursila desangiz ham bo'ladi, an tursila desangiz ham bo'ladi. Ikkalasi ham to'g'ri. Tushunding? Ikkalasi ham to'g'ri. Misol uchun mana sizga aytaman. Amuruka men senga buyuraman. Nimani? An taqro'a desam ham bo'ladi, o'qishingni. An taqro'a desam ham bo'ladi. Bi an taqro'a desam ham bo'ladi. Bi an taqro'a desam ham bo'ladi. Tushunyapsizmi? Amuruka an taqro'a. O'qishingni buyuraman. Senga buyuraman. Amuruka senga buyuraman. Qarang, buyurilayotgan narsaga bi kiradi. Bi buyurilayotgan shaxsga emas. Ya'ni nimaga amuru bika bo'lmayapti desangiz, amuru bika bo'lmaydi. Nima uchun? Chunki buyurilayotgan shaxsga bi kirmaydi. Bi jar harfi, harful ba buyurilayotgan ishga kiradi. Ishga. Nima ishga buyurilyapti o'shanga kiradi. Tushunyapsizmi? Amuruka men senga buyuraman. Nimani? An taqro'a o'qishingni. Yoki bi an taqro'a. Ikkalasi ham joiz. Bi an taqro'a desangiz ham bo'ladi, an taqro'a desangiz ham bo'ladi. Xato emas. Lekin qaysi biri ko'proq bo'ladi desa, jar harfini hazf qilib yorish ko'proq bo'ladi. Ko'proq iste'mollar shunaqa. Arablar an masdariyadan oldin keladigan jar harflarini ko'pincha hazf qilishadi. Mafhum? O'shaning uchun ya'ni o'ylamanglar. Demak, amaro fe'li bisiz ham kerak ekan deb o'ylamanglar. O'zi aslida bi bilan keladi, doim bi bilan keladi. Faqat bu yerda buyurilayotgan ish harakat masdar muavval bo'lib kelyapti. An bilan kelyapti. O'shaning uchun bu yerda bi tushib qoldi. Tushunding? Tepa oldingi ertagimizda bi fathi bo'lib keldi, ha? Amaro Abu Xorbush buyurdi bi fathi. Fath. Bu yerda fath masdar muavval emasda. Bi fathi madrasatin jadida deb keldi. Yangi maktab ochishni buyurdi deb keldi, ha? Bu yerda bi fathi fath. Bu yerda masdarun sorih. Oddiy masdar. Bunda qarang bi tushib qolmadi. Bu yerda bini hasb qilish mumkin emas. Bu yerda bini hasb qilish mumkin emas. Amaro fatha deyish mumkin emas. Bi fathi deysiz. Agar bi an yaftaha bo'lganda edi, shuni masdar muavval qilinganda edi, unda bi tushib qolish mumkin bo'ladi. Ya'ni amaro an yaftaha madrasatan jadidatan desa bo'lardi. Amaro an yaftaha desa bo'lardi. Lekin an yaftaha demadida, masdar muavvalda ishlatmadi tepada. Masdar sorihda ishlatdi. O'shaning uchun bini aytdi tepada. Ya'ni tepada deyapman, oldingi ertakda. Bi fathi bo'ldi. Amaro bi fathi. Shani? Demak, men qarang, agar men sizga masdar sorihni ishlatsam, jar harfini ishlataman. Misol uchun men sizga amuruka men senga buyuraman. O'qishni buyuraman desam, da o'sha o'qish so'zini qiroa bilan keltirsam, bini aytishim shart. Bil qiroa deyman. Amuruka bil qiroa. Mana bu yerda bi jar harfini hasb qilish mumkin emas. Tushunyapsizmi? Lekin men agar an bilan ishlatsam-chi, amuruka desamda,
an bilan ishlatsam, an taqroa desam, ya'ni qiroani o'rniga an taqroa desam, unda bini hasb qilishim joiz. Amuruka an taqroa. Ana shu yerda bi an desam ham bo'ladi yoki an bini aytmasam ham bo'ladi. Bi an taqroa yoki an taqroa. Bini hasb qilish joiz. Amuruka an taqroa. Amuruka bil qiroa. Tushunarli? Ana shu. Hop. Lavlabatu qolat. Lavlaba aytdi. Nabda'u biqatli as-sa'labi. Tulkini o'ldirishdan boshlaymiz. Tulkini o'ldirishdan boshlaymiz. Bada'a fe'li ham qarang bi bilan kelyapti, lekin bu doim emas. Doim bi bilan keladi, o'ylab qolmanglar. Bi bilan kelish shart emas. Tushunarlimi? Ba'zan bi bilan kelib qoladi. Demak, tulkini o'ldirishdan boshlaymiz deyapti. Al-himarul vahshi rafasa sa'lab. Yovvoyi eshak tulkini tepdi. Rafasa degani oyoq bilan tepishga aytiladi. Tushunarlimi? Qo'l bilan urishga aytilmaydi. Rafasa aynan oyoq bilan tepish. Tushunarlimi? Buni eslab qolinglar. Keyingi hikoyalarda keladi bu. Rafasa fe'li ko'p keladi. Rafasa yarfusu, mudori esa yarfusu. Rafasa yarfusu, oyoq bilan tepish. Al-himarul vahshi qatala as-sa'lab. Demak, yovvoyi eshak tulkini o'ldirdi. Lavlabatu shakaratil himarul vahshiyya. Lavlaba o'sha yovvoyi eshakka rahmat aytdi. Qarang, mana bu yoqqa qarang. Nima ozib qo'yilgan qarang. Al-hilatu taglibul quwwa. Hila kuchni yengadi deyapti. Bu nimada? Osilib turgan narsada. Lavlabatu qolat al-asadu mag'rurun bi quwwatihi. Lavlaba aytdi. Sher, o'sha sher o'zini kuch-quvvati bilan g'ururga ketgan. Mag'rur. Al-hilatu taglibul asad al-farrasa. Hila deyapti. Hila nayrang. Ha? Yirtqich asadni, yirtqich sherni yengadi. Uktub ya maymun. Ey maymun yoz deyapti. Maza kataba maymun ya tura. Maymun nimani yozdi? Vo ajab. Ya tura degani vo ajab degani. Tushunarli? Vo ajab. Vo ajabo degani. Ya tura. Bu yerda ya nido harfi, tura muzori majhul fe'li. Buni tarkibini men hozir bu yerda aytmayman. Chunki buni tarkibiga hozir men kirishadigan bo'lsam, past yarim soat vaqt shu bilan ketib qoladi. Miyalar saratmoqchi emasman. Bu ya turo ko'p keladi hali kelajakda. Biron kun o'sha mana nahvu grammatikalarni yaxshilab o'zlashtirib olgandan keyin tushuntirib berarman buni tarkibini. Hozir bu yerda nido qani, munodo qani, ya nido harfi bo'lsa, munodo nimaga nido qilyapti bu? Turo degani ko'riladi degan. Turo degani ko'riladi degani. Ro'a fe'lini muzorisi. Ro'a ko'rdi, yaro ko'radi, turo ko'rilasan, ko'riladi. Tushunyapsizmi? Lekin g'alati holat bo'lyapti. Ya turo deyapti. Qanaqa qilib ya nido harf fe'lga kiryapti? Buni o'zini tarkibi bor, alohida. Faqat hozir aytmayman buni. Tushunarli? Faqat buni tarjimasini yodlab olinglar, tamom. Ya turo degani arab tilida vo ajabo degani. Vo ajabo. Tushunarlimi? Maymun nimani yozdi? Vo ajabo deyapti. Muallif aytayapti bu gapni. Endi o'quvchini qiziqtirmoqda-da. Maymunun yazhabu ilal asadil farros. Maymun yirtqich sherni oldiga ketdi. Ketyapti. Al asadul farros yas'aluhu. Yirtqich sher undan so'rayapti. Ayna lavlaba? Lavlaba qayerda? Maymunun yu'tihi risalata lavlaba. Maymun unga lavlabani xatini beryapti. Lavlaba xat yuborgan. Hiyla qilib xat yuborgan. Xo'p, lavlabatu qolat fi javobiha. Lavlaba javobida aytgan. Ya'ni
Javobida deyapti. Javobida deganda sher lavlabaga boyagi tulkini yubordi-ku, menga yuborasan, zavtrak, obed, ujinlarni yuborasan menga har kuni deb xat yuboruvdi, ogohlantirish. Endi bu javobiga lavlaba xatda aytyapti deyapti. Vaziruka halaka. Sani vaziring halok bo'ldi deyapti. Hiyla qilyapti. Hayatuka fi xotar. Sani hayoting xatarda deyapti. Al-harros. Harros degani yeb to'ymas degani. Ochofat. Bu yerdagi harrosdan murod o'sha yeb to'ymas sher. Tushunarlimi? Yeb to'ymas o'ta ochofat sher. Harrosdan murod yeb to'ymas sher. Sher nazarda tutilyapti bu yerda. Har qanday yeb to'ymas narsa emas, aynan yeb to'ymas sher. Tushunarlimi? Al-harrosu yabhasu anka liyaqtulaka. O'sha yeb to'ymas sher sani izlayapti. Yabhasu anka. Sani izlayapti nima uchun? Liyaqtulaka. Sani o'ldirish uchun. Tushunarlimi? Ya'ni sherni izlayapti demoqchi-da. Sandan ham kuchli chiqdi demoqchi. Ya'ni sen o'zi yirtqich shersan, lekin yana bitta yeb to'ymas sher sani izlab yuribdi deyapti. Sani dushmaning ham sher deyapti. Tushunarlimi? Hiyla qilyapti. Hal tuharibuhu? U bilan urushasanmi? Ana hadiratun ilayka. Men seni oldinga boryapman deyapti. Hadiratun degani kelmoq. Hadoro degani keldi degani, to'g'rimi? Hadoro degani keldi degani. Hadiron keluvchi degani ism foil. Ko'ryapsizmi? Men seni oldinga keluvchi meni tarjima qilsangiz bo'lmaydi bu yerda. Men seni oldinga kelyapman deb tarjima qiladi. Ko'ryapsizmi? Ismi foilga hozirgi zamon fe'lini ma'nosini berasiz. Ismi foilga hozirgi zamonda bajarilayotgan ish harakat ma'nosini berasiz. Men seni oldinga kelyapman. Keluvchiman emas, kelyapman. В данный момент. Yurib kelyapman seni oldinga. Sen urushasanmi deyapti. U bilan. Al-farrosu yas'alu. O'sha yirtqich sher so'rayapti. Aynal harrosu li aqtulahu. O'sha yeb to'ymas sher qayerda? Li aqtulahu. Men uni o'ldirishim uchun qayerda u deyapti. Lavlabatu taqulu. Lavlaba aytyapti. Ta'ala ma'ya li tarahu. Mani oldimga kel degani. Ta'ala kel degani. Ma'ya degani mani oldimga demoqchi. Mani oldimga kel li tarahu. Uni ko'rishing uchun. Al-asadu shafa suratahu fil ma. Ya'ni lavlaba uni ko'lmak oldiga olib kelgan. Tushunyapsizmi? Mana bu kiyik, mana bu yirtqich sherni suv oldiga olib kelganda suvga qara, o'sha yeb to'ymas sherni ko'rasan deyapti. Ya'ni o'zini aksini ko'rsatmoqchi-da. Al-asadu deyapti. O'sha sher, ya'ni yirtqich sher, shafa degani ko'rdi degani. Shafa yashufu. Shafa yashufu. Bu juda ko'p ishlatiladigan ko'rmoq fe'li. Xuddi ro'ani sinonimi. Ro'a ham ko'rdi degani, shafa ham ko'rdi degani. Shafa yashufu shuf. Arablar ko'p ishlatadi bu fe'lni. Demak, sher o'zini suratini suvda ko'rdi. Al-asadu zonna, o'sha sher o'yladiki, annahu ra'al harrosa. U o'zini o'sha yirtqich yeb to'ymas sherni ko'rdi deb o'yladi. Annahudagi hu zamiri sherga qaytadi. U o'zini o'yladi, ra'al harrosa. Ya'ni o'sha yeb to'ymas sherni men ko'rdim deb o'yladi suvda. Xo'p, al-asadu saddaqa kalama lavlabata. Sher lavlabani gapiga ishondi. Saddaqo degani gapini rostga chiqardi, gapiga ishondi degani. Sher lavlabani gapiga ishondi. Al-asadu natta fil ma'i. Natta yanittu sakramoq degani. Natta yanittu sakramoq. Bu fe'lni ham yozib qo'yinglar, ko'p keladi. Sher sakradi suvga. Liyaqtula aduwahu. Dushmanini o'ldirish uchun. Al-asadu g'ariqa fi ma'il buhayrati. Sher o'sha buhayro degani ko'lmak degani. Ko'lmak suvga cho'kdi. G'ariqa yag'riqu cho'kmoq. Lavlabatu farhanatun bi najahi hiylatiha. Lavlaba xursandur hiylasini ish berganiga. Bu yerda najah muvaffaqiyat qozongan deyish shart emas. Hiylasini muvaffaqiyat qozonganiga desa ham bo'ladi, to'g'ri. Lekin hiylasini ish berganiga desa ham to'g'ri kelaveradi. Tushunarlimi?
Hop. على شط البحيرة سكان الغابة فرحانون. O'sha ko'lmak ko'lmakning sohilida shatti degani o'sha cheti sohili. O'sha ko'lmakning sohilida o'rmon aholisi xursanddirlar. Yusaffiquna. Saffaqo degani qarsak chalmoq. Saffaqo yusaffiqu. Qarsak chalyaptilar. Yug'onnuna kuylayaptilar. G'onna yug'onnu kuylamoq. Yuqimunal afroha. Xursandchilik qilyapti. Farohun afroh qilmoq. O'zi qoma turdi degani, aqoma turg'izdi degani, lekin bajarmoq ma'nosida ham keladi. Yuqimunal afroha degani xursandchilik qilyapti. Val a'ros, a'ros ham shod xurlamlik degani. Li xolasihim minal asadil farros. O'sha yirtqich asaddan xalos bo'lganlari uchun xursandchilik qilyapti. Arsun xursandchilik, a'ros shod xurramlik. Arsunni ko'pligi, arsun a'ros. Arsun degani shod xurramlik. To'g'ri, nikoh to'yi ma'nosi ham bor, lekin shod xurramlik ma'nosida kelyapti bu yerda. Nikoh to'yi ma'nosida emas. Raqsun va tablun va zamrun ibtihajan bi yawmin nasri. Hop, raqs, baraban, nay, o'sha nima edi? G'alaba kunini xursandchiligi uchun. Ya'ni raqs deb turib, raqs bo'lyapti demoqchilar. Raqs tobl degani baraban chalish, zamr degani nay chalish. Ibtihajan xursand bo'lish degani. Ibtihajan bu yerda maf'ulun li ajlihi bo'lyapti. Biyawmin nasr g'alaba kuni. G'alaba kuniga xursand bo'linganligi uchun mana shunaqa raqs, baraban, nay bo'lyapti demoqchilar muallif. Tushunarli? Buni tarkibi qanday bo'ladi desa, buni tarkibi hunaka bo'ladi. Hunaka xabar muqaddam bo'ladi, raqsu mubtada muaxxar bo'ladi. Tushunarli? Ya'ni hunaka gapni boshida kelsa bor ma'nosida bo'ladi. Ya'ni raqs bor, raqs bo'lyapti ma'nosida. Tushunarli? Raqs bo'lyapti. Nima uchun raqs bo'lyapti? Ibtihajan. Xursandchilik uchun. Xursand bo'lingani uchun. Nimadan xursand bo'lingan? Biyamin nasr. G'alaba kuni. Fi kulli makanin hamma makonda zaffatun. To'y. Mehrajan. Mehrajon ham bitta bayram nomi. Va hutafun. Qichqiriq bi hayati amiratil g'izdan. O'sha kiyiklar malikasini tirik qolgani qichqirig'i. Tirik qolgani qichqiriq. Hutaf degani qichqiriq. O'sha lavlaba sher bilan olishgani ketdi-ku, hiyla qilgani. O'sha tirik qolganiga qichqiryapti. Ha, lavlaba qaytib keldi, tirik qoldi, urra. Hamma joyda to'y tomosha deyaptilar. Tamam. Tushunarlimi? Shu yerda pauza qilamiz. Savollar bormi? Yo'q, rahmat. Yo'q. Tushunmaydigan narsani qolmadi. Men 1 soatdan kam bo'lib qoldi, rozi bo'lasizlar, 1 soat ketmay qoldi. Bitta hikoya aytay ekan o'zi, ikkinchi hikoya o'zi oz ko'payib ketagani. Salomat bo'linglar.